bolalarda ishtaha kelishi uchun nima qilsam bo'ladi? Vijida emas ekan tekshirtirdim. Bu o't dimlanishini hisobiga ham kelishi mumkin. Balki diafragma mana ko'krak qafasini yetarli darajada kengmasligini hisobiga mana ovqat o'tish yo'llarini yopiqlashishini hisobiga ham kelishi mumkin. Ichaklarni tizimida funksiyalarni buzilishi, ingichka ichakda o'sha odamda 4 xil mijoz, issiq, sovuq, ho'l, quruq mijoz, mijoz o'ynab qolganini hisobiga ham kelishi mumkin. Yoki bo'lmasam chaynash reflektorniy protsessi mana shu umurtqa pog'onida atlantdan keladigan qo'ta tomir yaxshi ishlamasligi natijasida bolada til-jag sistemasi yaxshi ishlamasligi tufayli, yaxshi chaynamasligi tufayli bola ovqatni butun yutgani uchun oshqozonda og'riq berganini hisobida ovqat yeyishni xohlamasligi yoki ovqatni o'sha butun o'tgani uchun sfinkterlardan o'tkazishga qiynalib, axlat chiqarishda qiynalgani